Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli qarindoshlar, Allohning güzel salomı, rahmeti, mag'firati hammalarga bo'lsin. Men qarindishinglar Nabijon A'lo. Bugun sizlar bilan bulabmi Turkiya, Istanbul va boshqa Turkiyaning har qaysi yerlarida o'qiyotgan o'quvchi, universitetda o'qiyotgan o'quvchilar, ingliz-sing'illarimga bir ikki og'iz o'zimning o'ylaganlarini bir o'rtoqlashmoqchi. Chunki ko'plagan qarindoshlarımızda yaqindan buyon bizga kelgan inkoslarda shu Turkiyami Misrga o'xshab qolamdi, Misrga o'xshash oqibat qolamizmi, bular o'quvchilar qashqashilab yana u yoqdan bu yoqqa o'qishimizni yerimini tashlab u yoqqa ketib qolamizmi degan andishada turayotgan inkoslarni anglagandan keyin men buning qarta shu ingillarimga biroz ko'ngli nima bo'lsin degan shaklda o'zimning ko'z qarashlarini o'ttirib qo'ymoqchi. Alloh xohlasa, Allohning izni bilan Turkiya, ya'ni shu o'qiyotgan o'quvchilarimizga undaq Misrdagidek kunga qo'ymas Janob Alloh bizni. Ama biz Türkiye'deki bir muhitda, hozirgi coğrafiyalik o'rinda yashayotgandan keyin biz birinchi bo'lib shu davlatning qonun tuzumiga aniq rioya qilinglar qarindoshlar. Bularmi o'quvchi bolalarning agar sizlarning o'zinglarning turishlik hozir iqomatinglarning vaqti to'shab ketgan bo'lsa, sizlar mundaq bir narsani kallanglardan chiqarib o'tinglar. Ya'ni men mushu tashkilotlar bilan birlashib yig'in berib qolsam, yoki tashkilotning yana bir narsani tizimlab qolsam, mushu bilan bir yerda turib qo'yib qolsam, rasmim ketib qolgan bo'lsa, mushu menga ziyonkashlik bo'lib qoladimi yoki ota-onalarim, urug'-tuqqanlarimga bir zarb bo'lib qoladimi degan narsani kallangdan chiqarib o'tinglar. Bir narsa shundoq aniq bo'lsin qarindoshlar. Bizning Xitoyning nazarida bu tashkilotga berib qilishimiz yoki shu vatan sirtida turib Xitoy yaxshi ko'rmaydigan bir torbat echib qo'yishimiz yoki bo'lmasa Xitoy yaxshi ko'rmaydigan bir odam bilan salomlashib qo'yishimiz bu masala emas. Eng tubki masala bizning Uyg'ur bo'lganligimiz va musulmon bo'lganligimiz. Mush ikki kimlik bizning bugungi oqibatga qilayotganligimizning asosli sababi shu. Shunga sizning aniqi bir telefonda yoki bo'lmasa bir shaklda bir bilan assalomu alaykum deyishib qo'yganingiz yoki bo'lmasa Erkin Asiya radiosunun torbetini ko'rib qolganligingiz, xabarni anglaganligingiz ya bo'lmasa boshqa bir shakldagi tashkilotlar bilan ularning o'rlashtirgan namoyishga berib qolganingiz, Sharq Turkiston bayrog'ining endi rasm tushib qolganligingiz yoki bu donliq shaxslarimiz bilan endi turib qolganligingizning sababi emas. Xitoy bugungi kunda siz bilan meni avval Sharq Turkistondagi xalqimizni anandan keyin siz bilan meni mujoratda turayotgan buni yo'q qilib tugatish. Buning bilan Xitoy xotirjam bo'lmoqchi. Shuning uchun biz iliqi o'zimizni men manda qilsam tuqqanimga mana biz qanday qildi agar shu tuqqanlarimizning shu nimaga tartib bilan Xitoy paydan pay yo'q qilyapti-da. Birinchi yo'q qilgani dindor kishilarimizni, ya'ni aniq diniy kimligimiz, diniy zotlarimizni, taliblarimizni yo'q qildi. Diniy oshqun degan nima bilan. Undan keyin boylarimizni yo'q qildi. Her xil iyiliktilgan, her xil pul topgan, mayli toshchi olsun, mayli qoshchi olsun, her xil shaklda iyiliktilgan her qandag'ini yo'q qildi. Andan keyin cho deganda bizning ilg'or fikrli ziyoli qatlamimizni, mayli Azod Sultonga o'xshash ashunday shakldagi Xitoyga yaqinchilik bilan qilayotgan har xil shaklda o'tganini ziyoli kadrlarimizni uni yo'q qildi. Eng oxirgi shaklda 200 ichida Uyg'ur kadrlarini yo'q qildi. Mana Uyg'ur kadrlarining eng yuqorisi Nurbekirdi. Nurbekirning oqibati qanday bo'ldi? Hammanglar bilasizlar. Turmaga kirib yo'qoldi. Balkim ishga a'zolari yaragan bo'lsa, aplab o'tirib o'tdimi? Uni bilgichi Alloh. Demak nima deganda, uning nimasi o'lim bilan oxirlashadi. Bu yerdagi masala bizning kadr yoki dindor yoki bo'lmasa bir shaklda Xitoyga moyil
odam bo'lib qolganligimiz bizni bu sababdan qutulib qolmaydi. Bizning faqat mushu Uyg'urlik va dindorlik kimligimiz bo'ladi ekan, diniy kimligimiz vaqtida biz eng avval yo'qolg'uvchilarning başı hisoblanamiz. Andan keyin eng oxirida bu Xitoyga sotqinlik qilayotgan mayli chet eldagi munofiqlar bo'lsin, mayli vatan ichida har xil aktivlik bilan Xitoy xizmat ko'rsatayotgan shu jon dili bilan shunaqa mayillar xizmat ko'rsatayotgan bo'lsa qolmaydi. Ularni o'tirib yutadi Xitoy. Onun uchun biz bu yerda demoqchi bo'lganimiz qarindoshlar. Shuning uchun o'zimiz qo'l qilgan bu narsani kallamizdan chiqarib yetaylik. Şunun bilan birga Turkiyadagi bir o'rinda evvel biz çokum okuyotgan o'quvchilar çokum o'qishimiz shu kasbimizni kamolat yetkazib shunun nimasidan chiqaylik qarindoshlar. Hamda hozir men anglagan uchurlarimda shu tur, ya'ni tur deydi ekan, sayohatchilik kasbi bilan shug'ullanayotgan Xitoy sayohatchiligining ko'plab kelishi bilan Xitoyga tarjimonlik qilib jon beqiyotgan yoki bo'lmasa shu shaklda bir iqtisod qozonayotgan Xitoy tili yaxshi, turk tili yaxshi o'quvchilarningki yaqinda iqomati sababli yoki bo'lmasa ish ruxsati yo'q sababli tutqun qilinganligidek 3 kishining xabarini oldim. Demak, bularningki ba'zininki shirkatlari ora chiqib, ba'zininkini bir şekilde başka bir oqibatga qolmaganligini anladim hamda agar to'g'ri bo'lsa. Bo'lmasa buning tafsilotini bilgan qarindoshlarimiz bizga uchirib qo'ysa, nayt yaxshi bo'ladi. Demak, buning bilan nurg'un o'quvchilarga kelgan vahim nima bo'ldi deganda bu yerda mushtaq bizning bir yashash nimamizdimi, kichiltibdami, bu shaklda biz bir tirikchilik qilib ish o'rnida o'qigandan keyin shu kasbni qilib ish o'rnida ishlash imkoniyati nayt tuvan bo'ladi. Shu boshqa kasbda yoki tarjimonlikda yoki u bu ishlarda shu yerda o'zining xizmati bilan xizmat qilish bilan iqtisod kirim qiladi. Vatan qaytish imkoniyati yo'q, vatanda pul tekish imkoniyati yo'q. Bu qarindoshlarimizning kirim manbasi nimaga bo'ladi deganda shu yerda o'z kuchiga tayanib, o'zining egallagan bilimi bilan shu kuchini ishiltish orqali iqtisod, ya'ni kirim paydo qilgan. Ularning o'zi kuchli ijarasi, uy ijarasi va ularning o'zi kuchli qo'sqi va ularning o'zi kuchli chiqimi va bu chiqimlarni qanday qiladi shu taklif qiladi. Ammo lekin hozirgi vaziyatda bu narsa keng ko'lamlikmi? Buni oydinlashtirish uchun avval shu sayohatchilik xizmatida ishlayotgan qarindoshlarimiz avval shu sayohat shirkatiga bu kafolatnoma bilan aniqlik yozishinglar kerak. Zaten biz agar mushtarini qilib qolsak, bu yerda tutilib bizni tekshirib qilib qolsa, o'sha tekshirish hammaga umum qarindoshlar. Biz Uyg'ur bo'lganligimiz uchun emas, balki har shaklda tekshirish ilib berayotgan bo'lishi mumkin. Bizning shu degandek narsalarimiz, kinishkilarimiz, iqomatimiz, pasportimiz va yoki shu davlatning tekshirishimizga bo'lgan layoqatli narsalarimiz qo'limizda bo'lishi kerak. Hamda buningda yana boshqa bir siyosiy maqsad bormi? Xitoy bu shaklda boshqa shaklda bir harakat ilib berayotgandu deganni biz nazardan saqit qilmaymiz. Chunki Xitoy hozir o'zinglar bilsizlar 18-yilda bir xabar chiqqan bo'ldi. Bu xabarda Xitoy Turkiyadagi Xitoy konsulxonasi 80 nafar aloqalashuvchi xodimning putdaganligini e'lon qilib, rasmlarini Facebook'larda ko'rdinglar. Buningda ichidagi bu 80 Xitoyning ichida 7 nafar Uyg'urning borligi rasmlarni ko'rib olasizlar. Bu Xitoycha Lian debdi. Aloqalashuvchi. Bu aloqalashuvlar kim bilan aloqalashadi? Nima ish qildiganlar bular? Deganda buni istiqlol televiziyasida degan bo'lishi mumkin. Bu aloqalashuvchi deganlar har Turkiyaning har qaysi sohalariga kirib, Xitoy hukumatining shu yerda qilishmoqchi bo'lgan, qilmoqchi bo'lgan ishlariga shu yerga munosabatlik shuni boshqaruvchi, shu gapini o'tadigan birinchi qo'l bilan aloqa munosabatini o'rnatib, shu kasbda, shu sohada Xitoyning gapini o'tadigan, Xitoyning so'zini so'z qiladigan, Xitoyning foydasiga shu kasbni masalan adliya, masalan taftish, masalan istixborot, masalan soqchi, har qaysi anglashimizcha har qaysi belediye, har qaysi belediyelarninki belediye boshliqlarining ba'zi imkonlarni qo'lga keltirib bo'lganligini, shu yerda tijorat vositasi bilan tijorat mablag' sog'ich shaklda boylikni qo'lga keltirib, uni keyin kichikdek Uyg'urlarni bir ish ruxsatini to'xtatib qo'ygan bo'lsang, yoki bo'lmasa iqomatini to'xtatib qo'ygan bo'lsang, yoki bo'lmasa
ularning bir şekilde bir davolanış bu şekildeki narsalarga bir cheklama qo'ygan bo'lsak, mushlar undaq degan narsani o'ttirib qo'yadiganligi ma'lum qarindoshlar. Uning uchun biz o'quvchilarimizdan agar maktabda o'qiyotganlar bo'lsa, maktabinglarni chuqur shu yerda davlatning bursa deydigan nimasini ilib o'qish yordam pulidan ilib, shu yordam puli bilan o'qishinglarni oldin tamom qilishinglarni ötünüp sorayman. Çünkü biz evvel bir ilimlik bilim insan bulup iç meydana çıkışımız gerek. Çünkü bizim ümidimiz, ata-anamızın ümidi, vatanın ümidi, halkın ümidi, muşu devletimizin ümidi her bir anın bir kesbi salayet bilen, bir kesbini yeli asasında meydana çıkışınlarını, şu kesbinlarını amalba, şu kesbinlar bilen dünyanın her yerde üzanlaması yerde hizmet kılıp, şu hizmetinlerden arkalık hem üzanlanan turmuşunu kandap, hem çoğu bu dava işleri hes koşalaydıgan bir kelgüsü evlatla bulup geçip çıkınlarını ümit kılımız. Çünkü bu dava güçlendiriş için ilim ilgileri, kısas ilgileri lazım bizge. Kısas ilgileri bolğanda, kısas ilgileri bolğanda iqtisat mı boladı arkadaşlar. Çünkü kısas ilgileri hem iqtisat berpa qila alaydı, hem çoğu özünün kesbide, özünün rolunu jariy qildırıp, şu kesbide davaga layık bir kişilik hissini qoşa alaydı. Unda hissini qoşavatkan, dünyanın her qaysida yaşavatkan gayet yaxşı akıllarımız,ədillərimiz var arkadaşlar. Bunun için biz bilim bolğan vaqtida, bilimlik bir insan bulup yetişip çıkan vaqtida biz qaysı noktadan qandaq şekilde şu bilimimizni reallıkka maslaştırıp durup real şekilde bir davarımızı güçlendirişe qoşalayımız. Bunu hem düşünüp yedeleyimiz. Onun için bu bir davalğuşunun ki bir işki balımızını, bir işki kardeşimizden benimi tutuşu bilen onundan bir kokap geçişke, onundan bir çoğu alaqzada olup geçişini toğır dep qaramayman. Türkiye Mısır'a oxşamaydı. Türkiye bizning qan qarindoshlik, ya'ni bizning Türk sistemasındagi bir qan qarindoshlik nimamiz var. Türkiye bizning 50 yillik Sharq Turkiston davosini anlatib kelayotgan bir yurt, bir davlat. Şuna davlatning beshidagi raisidan taki fuqarosigacha bizni biladiganlar nayt ko'p, bilmaydiganlar ham bor. Buning uchun sizlardan o'tindiğim birisi üzerlerinin şu kesbini yaxşı öğreniş bilen birge, üzerlerinin şu kanunluk yaşayışını adet kılınlar, üzerler şu oquşanlar, en avval oquşanlar tamamlanlar. Anadın ki her bir 5 yıllık alaka münasebette bular Türkiye'deki en oğul hareket kılıvatkan Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği bilen alakanlarını orunutunglar, ular bilen çoğu bir şekilde bir alakanlar bolsun. Muş qarindoshlarımızdan belgilengan yeri beringlar. Muş qarindoshlarimiz sizlarni to'g'ri şekilde yeteklab, to'g'ri şekilde çoğu fikir teklip, to'g'ri şekilde maslahat beradi. Bir iş ulab Türkiye hükümeti tarafidan nima qilib qolsanglar, mush qarindoshlarimiz vakolatan sizlar uchun advokat ve başka şekilde çok hizmet qila oladi qarindoshlar. Chunki Xitoyning maqsadi o'quvchilarimizni teşkilatlardan arış. Teşkilatlarning ço'u Türkiye'de berpa kılgan Xitaylar tarafından bir kulluk 2010 yılı ro'yobga chiqqan Uyghur ticaretler uyushmasi deydigan uyushmadagilar mayli o'quvchilarimizni konsulxonada olib bu yerda nima qilish bo'lsin, meni yuyish harakati ilib borgan bo'lsin, mayli her haftada Ündidarda ilib berayotgan meni yuyish darsi bo'lsin qarindoshlar. Buning harigiz yaqin. Çünkü bizning şunu aniq bilinglarki, bizning eng cho'ng dushmanimiz, bizning tarixiy dushmanimiz, bizning hozirgacha bizni yo'q qilishga harakat qilayotgan birdan bir dushman Xitoy tajovuzchilari. Xitoy tajovuzchilarining mushu Türkiye'deki elchixonasi, konsulxonasi ve bunun ichida xizmat qilayotgan, buning uchunchi sizlarni har xil faoliyatga, ili tantarbiyaga, ili yadigiga, ili biyaga, choyga, ili iftoga taklif qilayotgan mushlarcho Xitoyning eng yaqin qo'lchumoqchilar. Bularning atrofida bular bilan chek-chegirni ajratinglar. Bular bilan arlig'ingni yiroq qilinglar. Bular bilan birga tursak, tuqqanlarimizga xavf yetmasmiki yoki umki bumki deb
munofiqlik bilan bir tarafda, Xitoyning tarafdorlari bilan bir taraf turib qilishni nazar aylang. Agar shular rasm uchib qolsanglar, rasmni bizdan bilan dunyoning har yeriga ketadi, anakan silinimicho, biz anakan shu Xitoyning tarafga silib ketgan o'xshaydi deb xato nima deb beddua qilib qolamiz. Shuning uchun Xitoyning tarafini oladigan, Xitoyning mayli chaqirgan ziyofati bo'lsin, mayli iftari bo'lsin, mayli nimasi ulab ketsin, bormasligimiz kerak. Qat'iy rad qilishimiz bular bilan ündüdar, yani benim aloqani cho'rt uzib, bular bilan ündüdarlik aloqani cho'rt uzinglar. Ündüdar sizlarning aloqa o'rningni, men uni jiqtab ketdim, bular o'quvchilarda shu vatan bilan aloqamiz bo'lmaydi deb bu shaklda xato o'ylab, shu ündüdarni aloqani uzmayotgan insonlarimiz nihoyat jiqkin. Unda qilmaysizlar. Boshqa nomer olgan bilanmi, sizning telefoningni qachlangan bo'lgandan keyin telefoningdagi sizning o'rningni, sizning nimani hammasi. Yani Xitoyning gapini anglamanglar, ota-onangni yo'rg'a qilib, buni qilib olganda, shu ota-onangni yo'rg'a qilib, Misrdagi o'quvchilarni aytdi, aynan aldab-saldab aytib, oldin ishigimishga kesaverdi. Keyin yana bir mo'sh sarsalliqda yuribdi qarindoshlar. Shu Xitoyning aldam qilsa, unda tushmayli. 2017-yildagi Misr voqeasi bizning nimamizga bir naydi bundan yaxshi yakun olayli. Onun uchun biz hozir o'zimizni düşmanimizni aniq tunigan holatda düşmanimizga qarshi turamiz-mi, o'zimizni qanday mudofaa shaklida qo'g'daymiz, nimadan foydalanamiz, bizning do'stimiz kim o, düşmanimiz kim o, biz nimadan diqqat qilamiz. Bu shakllarda naydi bo'libmi bizning g'ulluq tashkilotlarimizning Turkiyadagi tashkilotlar birligini buni şekilde qarindoshlarimiz bilan aloqani o'rnatish, unga yana universitet o'quvchilariga o'rlashtirib berayotgan har xil shakldagi nimalarni faoliyatlarga aktiv qatnashish, andan keyin qonun orqali Turkiyaning qonunini yaxshi bilish, qonun orqali o'zimizni qo'llashni bilsak, nihoyat yaxshi bo'ladi. Ham sizlarning bu turk tilini nihoyat yaxshi o'qiyotgan o'quvchilarningki 4-5 yil bo'lgan, bitta o'quvchilarning bularmi shu guvohlik berishga nisbatan Atavullah deb yaqinishimiz, Meryem Sultan deb singillarimiz maydonga chiqib turk tilida nihoyat yaxshi. Mushu guvohlik berish orqali o'zinglarni qo'g'day olasizlar. Qanday qo'g'day olasizlar deganda o'zinglar mushu guvohlik berish orqali mayli inglizcha bilsanglar, inglizcha, turkcha, har xil tillar chiqarib o'tgandan keyin sizlarning bu narsalar butun dunyodagi axborot vositalariga kirib, ba'zi axborot vositalarida tarjima qilinib e'lon qilindi. Shuning bilan birga sizlarni har insonlar tunuydi. Türkiye matbuatlarida mı? Tunulsizlar, vaqtida sizlarni bilan tutayotgan. Men mana uzunini anglatgan, mana masalada deb o'zinglarni yana qayta tunishtirishning o'rni yo'q. Shu chiqqan gazetni, chiqqan xabarni, manbasini ko'rsatib ham shu yerda o'zinglarni aqlay olasizlar va o'zinglarni bir shaklda har xil shaklda qasd kuchirgan yoki mishdan zulm chekayotgan bir inson ekanligini isbotlay olasizlar. Bu isbot bo'ldi sizlar uchun. Mayli YouTube kanaliga chiqaringlar, mayli Facebook kanaliga chiqaringlar, mayli shu orqali Türkiye'nin matbuatlarına çıkarınlar ve başka matbuatlara çıkanlar üzerinde telefonunu saklanlar. Bana bu sizin için ne bulundu diye pak ispat bulundu. Bu arkalık üzerinde kol diye alayız. Her kanal şekilde kelgen dersi bana. O da şekilde kelgen için Mahmud'a ziyankeş geldi. De bineci muhbirinin ne alakasını eli bilenler. O şekilde muhbirler arkalık çoğu üzerinde kolda alayız. Muhbirler arkalık matbuatlara xalqaro e'lon qilindi. O orqali xalqaro besim bilan voy palkan yo'q. Bizning hozirgi yo'qolib ketib qotgan eng nimamiz sukut tuganligimiz yo'qolib ketdi. Qanday sukut tuganligimiz uchun yo'qolib ketib qolgan xalqimiz. Biz jim turib olganligimiz uchun matuqim qani deb taraf-tarafda qani deb mishada Allah vergan nimet ya qardoshlar. Ma ekran Allah vergan nimet ya. Uyimiz turibmiz, so'zlayapmiz, ekranimiz uchuq. Gipimizin joyida qilib, manda ish o'qash, manda bo'ladi-da. Deb o'zimizni qo'g'daydigan ishni qilmasak, oldimizda Alloh osmondan tushirib bermaydi, endi oldi qo'limizga ma tutgan bejon mani eling deb. Alloh taoloning bergan ne'mati mana xotirjam turmushda, xotirjam yerda turib, xotirjam shaklda e'lon qilyapmiz. Hammamizning qo'li telefonini, hammamizningki ilg'or shaklda telefon bo'lib ketdi, qarindoshlar. Bu shaklda telefon orqali o'zimizning maqsadni bir necha minutlik so'zlab dunyoga e'lon qilib o'tamiz. Hozir bir yo'llagan narsa taraf-tarafda dunyoning beshidan tanqib olgan yerga hammasini berib bo'ladi qarindoshlar bizda.
Onun için muşu aloqa vositalari, ijtimoiy uchur vositalarini foydalanishni, shu Turkiyaning qonunidan o'zimizni qo'g'dashni bilishni, andan keyin uni rioya qilishni bilishni bir şekilde qilsak inshaalloh Turkiyami bizning ikkinchi Misr bo'lib qolmaydi. Alloh xolisa, inshaalloh bu yerdagi qarindoshlarimiz Turkiya xalqi, Turkiya hukumati bizga inshaalloh bir şekilde bir nima qilmaydi deb o'ylaymiz. Alloh shunday qilmaslikni Alloh bir qalblariga solsin deymiz. Allah şu beguna ve günahsız halatda tutilib ketgan qarindoshlarimizni pat muddatda shu yerdagi tashkilot birligi qarindoshlarimiz va yoki shu yerdagi jamoat arboblarimiz bilan birlikda harakat qilishi bilan pat muddatda Abduqodir Yapchan akamiz boshqa qarindoshlarimiz bilan pat muddatda biz bilan bir yerda bo'lishini Allohdan tilaymiz qarindoshlarim. Buning uchun vahima shaklida o'zimizni qo'rqitib umidsizlanmay biz bunun chiqish yo'lini Andan keyin Kanadaga tizimlatmagan qarindoshlarimiz tizim qo'ysanglar yaxshi. U yerda o'qishimni davomlashaverdi. Alloh xolsa agar yallab qilib qolsa, inshaalloh qarindoshlarimiz kuchayotidi. Oldi Kanadaga berib bo'pti materiallarni. Nima degan yaxshi xabarlar qarindoshlar. Inshaalloh beni qulab kelsa, agar shekilli bir qonunliq yana o'qishimning davomini oxirini nima qilaverasizlar, ammo u ish hali bo'lguncha hozirlam javob ketmaydi uni. Bunda harakatimizni, xizmatimizni, o'rganishimizni, o'qishimizni yana davomlashtiraveramiz. Bizda ikki plan bo'lishi kerak qarindoshlar. Birisi o'z joyimizda taraqqiy qildirish va o'z joyimizda shu ahvolimizni qarata yashash. Yana birisi yana bir umid tug'ilayotgan o'rinligiga nisbatan shu uyagim ketish shaklida ideya jihatdan tayyorlik desa hozirlik o'y-po'yini setiblam mol-mulkni juglablam qarab o'tirmaymiz. Hozir tayyorlik degan hozir ingliz tili Kanadada ingliz tili ishlatiladi. Ingliz tili o'rganishimiz, bo'sh vaqtimizda shu o'zimizni takomillashtirish, o'zimizni bilim egallashga berishimiz, vaqtimizni shunga ajratishimiz, o'zimizning badan sapoatini bular o'qiyotgan o'quvchilar amalga chiniqishni odat qilinglar. Hech bo'lmaganda kuniga 2 soat yo 1 soat ertaga akşamda chiniq qilsak ham ruhiy jihatdan tavlanamiz, ham badan jihatdan tavlanamiz. Bu jihatda tavlangandan keyin bizga kelgan har xil qanday gaplar, besimlar bizni tizib ko'tarolmaydi qarindoshlar. Shuning uchun o'zimizni mayli jismoniy jihatdan, mayli ma'naviy jihatdan o'zimizni ruhiy jihatdan o'zimizni to'liqlashga, o'zimizni takomillashtirishga tirishsak yaxshi deb qarayman. Shunga ular Istanbuldagi o'qiyotgan shu o'quvchilarimizdan hargiz endi ketmay, o'diqib ketmay, avval bizning qilishimiz o'qishni maktabda tirishchanlik bilan o'qib, shu maktabdagi butun nimaga davoni oltish shu maktabdan boshlansa o'zimizning atrofida yotqimizdan tortib boshlanib, butun maktabdagi va turayotgan o'zimizning shu shahardagi turk xalqiga anlatsak bu da'vo. Shu xizmat qarindoshlar. Mushumi nihoyatda cho'ng ish bu. Shanba-yakshanbalik azroq nimamizdan foydalanib, har xil faoliyat o'g'ilda, har xil yozma shaklida bo'lsin, yoki turk tilida o'zimizni kichik qisqa video shaklida bo'lsin. Buni anlatishmi? Bu bir xizmat. Buncha xizmatdan cho'ng kichik yo'q. Har xil bir shaklda bir bo'lib ketishi notayin muntazam qilib ish shaklida bo'lmaydi. Mana biz programmamizni erkin shaklda ishlab kelyapmiz. Balki qilib boshqan bo'lmasa, lekin o'zimizga shaxsiy bir shaklda o'tirib chiqyapmiz qarindoshlar. Uning uchun yana boshqa fikr talablar bo'lsa, biz kuchimizdan yetishicha, qo'limizdan kelishicha inshaalloh har biringizga taklif maslahatda ekranimizning ostidagi yerga qoldirib qo'ysangiz bo'lmasa mening aloqalash nomerim, telefon nomerim shu, WhatsApp nomerim shu. Ekranning ostida bor. Shuni bilan aloqalasangiz, ilxat adresim bor. Ilxat yozsangiz bo'ladi. İnşallah vaqtida jumlaga javob berishga tirishaman. Hammalarni Janob Allohga topshirib, barmoq chiqarishni unutib qolmanglar. Mening qonunimizga azoblashni unutib qolmanglar. Taqishni unutib qolmanglar. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.